الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. Bugungi kunimiz Sha'bon oyining oxirgi kunlari va oxirgi jum'alari. Ertaga inshaalloh Ramazon sharifning birinchi kunlari. Alloh subhanahu va taolo hamma musulmonlar qatori shu jami' madrasa masjididagi musulmonlarga kirib kelayotgan Ramazon muborak bo'lsin. Alloh subhanahu va taolo bu oyda hammamizni ham yaxshi amallar qilishlikka va yaxshi ibodatlar qilishlikka va Alloh buyurgandek Ramazon sharifni tutishlikka Alloh muvaffaq qilsin. Va shun bilan birga Ramazon oyining farzligini bilmasdan ko'chalarda farz Ramazon sharifdek ulug' bir oy kirganligini his qilmasdan dovdirab yurgan, Allohni yaratganligini esga olmasdan yurgan kishilarni ham Alloh subhanahu va taolo hidoyat qilsin. Va Ramazon oyida islom tarixiga bir nazar tashlansa, hamma g'alabalarning aksar asosiylari Ramazon oyida bo'lgan. Alloh subhanahu va taolo bu Ramazon oyini ham islomning yutuqlarini oyi qilsin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. Yuqoridagi darsimizda Alloh subhanahu va taolo qiyomat kunida kofirlar agar o'zlarini azobdan qutulishlik uchun yer yuzasi to'la oltinni bersalar ham Allohning azobidan qutulishlik imkoniyati yo'q ekanligini bayon qilingan edi. Shu yerdagi infoq zikrining munosabati bilan Alloh subhanahu va taolo mu'minlarga xitob qilib, sizlar yaxshilikka hargiz yeta olmaysizlar, modomiki o'zinglar yaxshi ko'rgan narsalarni Alloh yo'lida sarf qilmaguninglarcha. Kishi yaxshi ko'rgan narsasiga erishishlik uchun o'ziga suyumli bo'lgan, yaxshi ko'rgan narsalardan voz kechishlikka odatlanmasa, yaxshilikka hargiz bu erisha olmaydi. Bu Alloh subhanahu va taoloning olamdagi yaratgan bir qonuniyati. Har bir kishi o'zi maqsad qilgan, yaxshi ko'rgan kamolotga erishmoqligi uchun ham albatta yaxshi ko'rgan rohatlaridan, yaxshi ko'rgan hayotlaridan voz kechmasdan turib, yaxshi kamolotga erisha olmaydi. Mana bu yerda Alloh subhanahu va taolo oxiratdagi yaxshiliklarga hargiz sizlar yeta olmaysizlar, yaxshi ko'rgan narsani Alloh yo'lida infoq qilmaguninglarcha deb xitob qilyapti. Ashab-ı kiramlar Alloh subhanahu va taoloning bu oyatini nihoyatda anglashdilar. Ular anglashib bu hayotga shu eng yaxshi ko'rgan narsalarini shu hayotda sarf qilisha oldilar. Imom Ahmad Abu Ishoqqa hadisni sanadini yetkazib rivoyat qiladilarki, oxirgi raviy Anas ibn Malikdan eshitganliklarini Abdulloh ibn Abi Talha aytadilar. Anas ibn Malik aytdilarki, كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا وكان
أحب أمواله إليه برحاء، وكان أحب أمواله إليه برحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس: فلما نزلت: استعيذ بالله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قال أبو طلحة: يا رسول الله، إن الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي برحاء، وإنها صدقة لله أرجو بها برها وذخرها عند الله تعالى، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بخ بخ، ذاك مال رابح، ذاك مال رابح، وقد سمعت وأنا أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. İmam Buxoriy va Imom Muslim rivoyat qilganlar bu hadis sharifni. Abu Talha radhiyallohu anhu ansorlar ichidagi eng davlatmand sahobalardan edi. Bu kishining davlatlarini ichida eng o'ziga suyumlisi Ha ismli bir bog'lari, bo'stonlari bor edi. Bu bo'stonlari Masjid-i Nabiy sallallohu alayhi va sallamga qarab turgan bo'ston edi. Shu tarafga qarab turardi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam Abu Talhaning bu bo'stonlariga kirib, bundagi shirin suvlardan ichardi edi. Shuning uchun ham Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bu bo'stonga kirib yozilib yayraganliklaridan Abu Talha uchun bundan suyumliroq moli davlati yo'q edi. Hozirgi tilovat qilingan Estaizu billah lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Yaxshilikka sizlar Alloh yo'lida o'zingizlar eng yaxshi ko'rgan narsalardan sarf qilmaguninglarcha bu yaxshilikka sizlar erisha olmaysizlar degan oyat nozil bo'lganda Abu Talha Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning huzurlariga kelib: "Ya Rasululloh, Alloh taolo yaxshilikka erishishlik uchun eng yaxshi ko'rgan narsalardan sarf qilmasanglar yeta olmaysizlar" deyapti. Menga eng suyumli molim mana shu bo'stonim dedilar. Bu Allohning yo'lida sadaqa. Buning yaxshiligini men Allohning huzurida umid qilaman dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga aytdilarki, Alloh qayerga ko'rsatsa buyurgan bo'lsa shu bo'stonni asherga sarf qiling dedilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bax bax dedilar. Buning ma'nosi bizni o'zbek tilida vallohu alam hay hay degan kalimani, nihoyatda bir katta bir ajablik narsa bo'lgan vaqtda aytiladigan kalimani bildiradi. Aytdilarki, bu juda bir katta foyda keltiradigan mol bo'ldi dedilar. Bu juda katta foyda keltiradigan mol bo'ldi dedilar. Men sizni so'zingizni eshitdim. Men fikr qilamanki, bu moli davlatni, bo'stonni qarindosh urug'larga taqsim qilib berishligingizni fikr qilaman dedilar. Abu Talha Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga va'da qilib, bu ishni men albatta bajaraman dedilar. Va Abu Talha o'zlarining yaqinlariga, amakilarining farzandlariga taqsim qilib berdilar. Umar radhiyallohu anhu aytdilarki, "Ya Rasululloh, lam usib malan qattu huwa anfasu indi min sahmi alladhi huwa bi Khaybar. Fama ta'muruni bihi?" Qala: "Ihbisil asla wa sabbil thamara." Aytdilarki, Umar ibn Xattob: "Ya Rasululloh, meni Xaybardagi ulushimdan ko'ra yaxshiroq, nafisroq o'zimga moli davlatim yo'q" dedilar.
eng qiymatbaho narsam shu dedilar. Allohning yo'liga mana shu narsani sarf qilishlikka men o'zim jazm qildim. Qayerga sarf qilishligimni buyurisiz dedilar. Aytdilarki, aslni olib, shundan qolgan foydalarni hammasini taqsim qilib boring dedilar. Ana ashoblar eng yaxshi ko'rgan narsalarni Allohning yo'lida sarf qilmasanglar yaxshilikka yeta olmaysizlar degan oyatga shunday amal qilishgan edilar. Ashoblardan bittalari notob bo'lib qolganliklarini ba'zi tafsirlarda keltiriladi. Notob bo'lib bir necha kun ovqat yemaganlardan keyin baliq yeyishlikni xohlagan ekanlar. Baliq yeyishlikni xohlab, baliq pishirib keltirishlikni talab qilganlardan keyin baliqni pishirib olib kelishdilar. Kelganlarida aytgan ekanlar, eng yaxshilikka erishishlik uchun yaxshi ko'rgan narsani sarf qilmasdan yetib bo'lmaydi. Mening hozir eng yaxshi ko'rib turgan narsam shu dedilar. Shuni mendan ko'ra muhtojroq falonchini oldiga olib chiqinglar dedilar. U kishining oldiga olib chiqqanlardan keyin hatto shu vaqtda aytdilarki, u kishiga ham olib chiqamiz, buni siz ancha kundan beri ovqatlanmagansiz, bu narsadan ovqatlaning deydilar. Lekin aytdilarki, gap unda emas. Mana shu narsani men eng yaxshi ko'rib turibman, shuni olib chiqib beringlar. Menga bu oyatga amal qilishlik yana ro'baro bo'ladi yo bo'lmaydi dedilar. Ana u kishi bu ovqatni, baliqni boshqa xonadonga olib chiqildi. U xonadondagi kishi ham mendan ko'ra muhtojroq xonadonga olib chiqinglar deb, shu baliq 7 ta xonadonni aylanib yana shu kishining xonadonlariga kirdi. Bu kishi anchadan beri notob edi. Shu baliqni shu kishiga olib chiqinglar deb shunday deydilar. U baliqning bu xonadondan chiqqanligini sezishmagan edi. Ana yaxshilikka inson o'zining eng yaxshi ko'rgan narsasini Allohning yo'lida sarf qilishlik imkoniyati hayotda bir uchraydi, uchragan vaqtda buni g'animat bilishligi kerak. Ana bunda Alloh subhanahu va taolo aytgan eng yaxshilikka shundagina erishishlik mumkin. Va ma tunfiqu min shay'in fa innalloha bihi alim. Odatda eng yaxshi ko'rgan narsasini Allohning yo'lida sarf qila oladigan kishi bu narsani maxfiy suratda bajaradi. Inson doim o'zining qilgan yaxshiligini birovlar bilib turishligini xohlaydi. Alloh subhanahu va taolo mana bu maxfiy qilayotgan kishiga xitob qilib, nima narsa yaxshilikni sarf qilayotgan bo'lsanglar, Alloh uni bilib turadi. Alloh siz bir yaxshilikni bajarayotgan vaqtingizda Allohni bilib turishligi o'zi kifoya qiladi. Inson bir yaxshilikni qiladi, lekin shu yaxshilikni qilishligini xalqlar o'rtasida bir obro'liroq kishini ham bilib qolishligini juda qalbidan xohlaydi. Chunki kattaroq bir hurmatli kishining bilishligi bilan quvonadi. Bu yerda insonning tabiati shunday ekanligini Alloh subhanahu va taolo o'zi yaratgan, o'zi bilib, nima narsani infoq qilayotgan bo'lsanglar, Molikul mulk bo'lgan Alloh bilib turadi deb xitob qilyapti. Inson Alloh bilib turganligini bilib infoq qilishligidan ko'ra lazzatlik narsa yo'q, agar Alloh subhanahu va taolo insonga bu lazzatni bag'ishlasa. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. Yahudiler doim islomga qarshi bo'ladigan shubhalarni istashib, o'zlari doim islomga qarshi bo'lgan harakatlarini to'xtatishmasdi. Har bir davrdagi islomning dushmani ham islomiy kitoblarni ko'rib, islomiy buyruqlar haqida bo'lgan so'zlarni eshitishdan maqsadi shundan bir shubhani istab, shun bilan rahna samoqchi bo'lgandek. Yahudiylar
musulmonlarning aqidalaridan judo qilishlikka harakat qilishardi. Ular qiblaning o'zgarganligini hujjat qilishardi va boshqa narsalarning hujjat qilishardi. Shu hujjat qilgan botil hujjatlarning ichida bittasi Qur'oni Karim o'tgan kitoblarni hammasini tasdiqlovchi, Tavrotni tasdiqlab keluvchi deysizlar. Tavrotda harom qilingan narsalarni Qur'onda halol qilingan u deb shubha solishmoqchi bo'lishardi. Bani Isroil tarixida Isroil Yaqub alayhissalomning nomlari. Yaqub alayhissalomning avlodlari Bani Isroil deb ataladi. Yaqub alayhissalom rivoyatlarning aytishicha qattiq bir kasallangan vaqtlarida nazr qildilarki, o'zlarining shaxslariga faqat Alloh subhanahu va taolo agar shifo bersa, men tuyani go'shti bilan sutini yemayman deb nazr qildilar. Alloh subhanahu va taolo shifo berdi. Bu kishi nazrlarda sodiq bo'lib qoldilar. Yaqub alayhissalomning avlodi Bani Isroil otalariga ergashib tuyani go'shtini va sutini iste'mol qilishmadi. Va shu bilan birga Alloh subhanahu va taolo Bani Isroilning tajovuz qilganligi, haddidan oshganligi, payg'ambarlariga ko'p savollar qilib yurganliklari sababli ba'zi narsalarni Alloh subhanahu va taolo ularning tajovuzkorliklari, haddidan oshganliklari sababli harom ham qilgan edi. Qur'oni Karimning ba'zi oyatlarida bu narsa xabar berilgan edi. Estaizu billah va alallazina hadu harramna kulli zi zufur va minal baqari val ghanami harramna alayhim shuhumahuma illa ma hamalat zuhuruhuma awil hawaya aw makhtalata bi'azm zalika jazaynahum bibaghihim va inna lasadiqun. Bu oyati mana shu ma'noga dalolat qilardi. Bani Isroilga yeydigan narsalar halol qilingan edi. Tajovuzlari sababli harom qilingan. Mana bu oyat kalimada Alloh subhanahu va taolo yahudiylarning qilayotgan shubhalarini rad qilib, kullu ta'ami kana hillan li bani Isroil. Yeydigan narsalarning hammasi Bani Isroilga halol bo'lgan edi. Illa ma harrama Isroilu ala nafsihi. Isroil, ya'ni Yaqub alayhissalom o'zlariga nazr qilib harom qilgan narsa mustasno edi bunda. Ya'ni tuyani go'shti va sutini Alloh subhanahu va taolo menga shifo bersa yemayman deb nazr qilgan edi. O'zlariga xossatan harom qilgan edi. Isroil avlodi bunga ergashib o'zlariga buni ham harom qilishgan edi. Bu voqea min qabli an tunazzalat Tavrot, Tavrot tushirilishlikdan ilgari bo'lgan edi. Qur'oni Karim Tavrotni tasdiqlab keluvchi. Tavrotdagi harom qilingan narsalarni hammasini bayon qilgan. Alloh subhanahu va taolo payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga farmon berib, "Qul fa'tu bit-tavroti fatluha in kuntum sodiqin." Ayting ey Muhammad alayhisalom, ayting u yahudiylarga, olib kelinglar Tavrotni. O'qinglar Tavrotni agar da'voinglarda sodiq bo'lsanglar deng. Yahudiylar o'zlari Tavrotdagi ba'zi hukmlarni ham bekitishib, u hukmlarni o'zgartirib gapirishardi. Abdulloh ibn Umar radhiyallohu anhumodan rivoyat qilinadiki, innal yahuda ja'u ila an-nabiy sallallohu alayhi va sallam bi rajulin minhum wa imra'atin qad zanaya faqala lahum kayfa taf'aluna biman zana minkum qalu nuhammimuhuma wa nadribuhuma faqala la tajiduna fi at-taurati ar-rajma faqalu la najidu fiha shay'an فقال لهم عبد الله بن سلام كذبتم فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فوضع مدراسها الذي يدرسها منهم كفه على آية الرجم فطفق يقرأ ما دون يده وما وراءها ولا يقرأ آية الرجم فنزع يده عن آية الرجم فقال ما هذه إلى آخرها.
Abdulloh ibn Umar radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, Yahudiylar payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning huzurlariga fohisha ish qilgan bir er bilan ayolni olib kelishdilar. Ularga Rasululloh sallallohu alayhi va sallam savol qildilarki, shunday fohisha ish qilgan kishilarga nisbatan sizlar nima munosabatda bo'lasizlar dedilar. Ular aytishdiki, biz buni bir hijolat qilib kaltaylab qo'yamiz deydi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, Tavrotda toshbo'ron qilinishligini topmaysizlarmi dedilar. Tavrotda yo'qmi dedilar. Shunda bular javob qilishdiki, Tavrotda hech narsa yo'q bu haqda deydi. Abdulloh ibn Salom ismli raziyallohu anhu ahli kitoblardan, millatlari yahudlardan bo'lgan kishi islomni qabul qilib, ulug' sahobalardan bo'lgan edilar. Bu kishi Abdulloh ibn Salom Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning huzurlarida edi bu suhbatda. Aytdilarki, u kishi, sizlar yolg'on so'zladinglar. Tavrotni olib kelinglar. O'qinglar Tavrotni, agar da'voinglarda sodiq bo'lsanglar dedilar. Ularga dars beradigan ustozlari, ahli kitob, ya'ni yahudiylarning ustozlari kaftini Tavrotdagi toshbo'ron qilinishlik kerak bo'lgan oyatni ustiga qo'yib, tepasini va pastini o'qiy boshladi. Oyatul rajmni bekitib, barmog'i bilan bekitib, tepasini va pastini o'qiy boshladi. Abdulloh ibn Salom qo'lini olib aytdilarki, bu nima bu dedilar. Ana shu oyatni bular o'tgan kitoblarini buzishardi. Toshbo'ron qilinishlikka bo'lgan buyruqni, Allohning buyrug'ini bekitishib, u yerda bu narsani maxfiy saqlashib, bekitib, bizda bu narsa yo'q deb Allohga buhton qilib, yolg'on so'zlarni so'zlashardi. Ana bu Tavrotdan Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning huzurlarida bu narsaning o'zlaridan chiqqan, islomni qabul qilgan Abdulloh ibn Salomning isbotlashliklari Qur'oni Karim o'tgan oyatlarni, o'tgan kitoblarning hammasini tasdiqlab keluvchi ekanligining yaqqol hujjatidir. فَمَنْ اِفْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Kim Allohga yolg'onni buhton qilsa, aniq hujjat kelgandan keyin bu haqiqiy zolimlardir. Bu aniq hujjat kelgandan keyin hujjatni qabul qilmagan odam birinchi o'ziga zulm qilgandir, haqqa zulm qilgandir, umumiy xalqlarga zulm qilgandir, odamlarni yolg'on, buhton so'zlar bilan adashtirishlik bilan mana. Qul sadaqalloh fattabi'u millata Ibrohim hanifa va ma kana minal mushrikin. Ayting ey Muhammad alayhisalom, sadaqalloh, Alloh haq so'zladi deng. Allohning so'zi haq deng. Alloh subhanahu va taolo o'tgan kitoblarni tasdiqlovchi Qur'on keldi degan so'zi haq deng. Hamma so'zi haq deng. Qur'on o'tgan kitoblarni tasdiqlab kelgan. Fattabi'u millata Ibrohim hanifa va ma kana minal mushrikin. Qur'on millati Ibrohimni ihyo qilib kelgan. Ibrohim alayhissalomning dinini qaytadan tiklab kelgan. Ergashinglar ey ahli kitoblar, millati Ibrohimga, Ibrohim alayhissalomning diniga. Bu kishi butun botil yo'llardan haq yo'lga buriluvchi kishi bo'lganlar. Lekin ahli kitob yahudiylar o'zlari ham da'vo qilishardiki, biz millati Ibrohimdamiz deyshardi. Alloh subhanahu va taolo ularga rad qilib, va ma kana minal mushrikin. Ibrohim alayhissalom mushrik emas edi. Sizlar mushriksizlar. Sizlar millati Ibrohimda emassizlar. Ibrohim alayhissalom mushrik emas edi u kishi. Ibrohim alayhissalomning bu yerda zikr qilinishlik munosabati bilan Alloh subhanahu va taolo
musulmonlarga qiyomatgacha qibla qilib bergan Baytullohning Ibrohim alayhissalomning qurganligini zikr qilib, bu Baytullohni haj qilib amali bilan borishlik har bir musulmon bo'lgan kishi va ayollarning hammasiga farz amali ekanligini Alloh subhanahu va taolo bayon qilyapti. Va shu bilan birga Baytulloh yer yuzasida yakka Alloh uchun ibodat uchun, yakka Allohga ibodat qilinishlik uchun qurilgan uyning birinchisidir. Bundan ilgari Allohning shahodati bilan biror bir yer yuzida yakka Alloh uchun ibodat qilinadigan bitta uy bo'lmagan. Inna awwala baytin wudi'a lin-nas lalladhi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil-alamin fihi ayatun bayyinatun maqami Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan-nasi hajjul bayti man istata'a ilayhi sabila wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin. insonlar uchun, insonlarning yakka Allohga ibodat qilishliklari uchun qurilgan uyning birinchisi Bakka, ya'ni Makkada bo'lgan uydir. Buni Ibrohim alayhissalom o'g'illari Ismoil alayhissalom bilan birga qurdilar. Yer yuzasida uylar ko'p edi, lekin u uylarda yakka Allohga ibodat qilinmasdi. Birinchi marta yakka Allohga ibodat uchun qurilgan uyning birinchisi Alloh subhanahu va taoloning shahodati bilan Baytullohdir ana. Demak, musulmonlar Baytul Muqaddasdan Baytullohga burilishliklari bu ajablanarli narsa emas. Yahudiylar bun bilan musulmonlarga shubha tushirmoqchi bo'lishliklari noto'g'ri. Avval yakka Alloh uchun ibodatga qurilgan uyning birinchisi Baytulloh bo'lgan. Bu Baytullohga burilishlik aslni tashkil qiladi. Demak, musulmonlar bu yoqqa burilgan bo'lsa, Yahudiylar bunga shubha qilmasdan ular ham burilmoqlari kerak. Mubarakan, bu Baytulloh barakotlik holatda, barakotini mana butun dunyo, xoh dinga mansub bo'lsin, mansub bo'lmaganlar o'zlari tan olishmoqdalar. Bu yerda qup-quruq tosh bo'lgan o'ringa Alloh subhanahu va taolo shunday barakot berdiki, o'zining Halili Ibrohim alayhissalomning duolarini barakoti bilan butun olamda topishlik mumkin bo'lmagan narsani mana bu yerdan topsa bo'ladigan. Buni dindorlar ham, dinsizlar ham tan olishlikka majbur bo'lmoqdalar. Va hudan lil alamin, butun olamga hidoyat holatda Alloh subhanahu va taolo bu baytni qurdi mana. Butun olamga bo'lgan tarqalgan hidoyatning markazi bo'ldi. Shu o'rindan butun dunyoga hidoyat tarqaldi. Shu o'rindan bizlarning diyorimizga ham hidoyat tarqaldi. Mana shu o'rindan Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Ismoil alayhissalomning avlodi bo'lgan bu zot Allohning dinini, oxirgi risolat vazifasini mana shu yerdan o'tadilar. Butun dunyoga hidoyat nurini sochib tarqatgan zotlar mana shu Baytullohning atrofida voyaga yetishib, mana shu yerda tarbiya topishdilar mana. Va hudan lil alamin, bu Makka uchun hidoyat bo'lib qolmadi. Yo'inki Madina Munawvara uchungina hidoyat bo'lmadi. Yo'inki bir Movaroun Nahr uchungina hidoyat bo'lib qolmadi, balki butun olamga hidoyat bo'lib qoldi. Islom dinining butun millatlardan har bir kishilarning qabul qilib turishligi butun olamga bu Baytullohning hidoyat bo'lganligining yaqqol hujjatidir, birodarlar. Fihi ayatun bayyinat maqomi Ibrohim. Bu yerda Baytullohda Allohning qudratlariga ochiq dalolat qiluvchi dalillar bor, hujjatlar bor. Bu yerda Ibrohim alayhissalomning maqomi bor. Ibrohim alayhissalom shu yerda turdilar. Shu yerda turib da'vat qildilar. Yo'inki yana bir ma'nosi, Ibrohim alayhissalom
Baytullohni qurayotgan vaqtlarida oyoqlarining tagiga tosh qo'yib qurdilar. Allohning qudrati bilan oyoqlarining izi bu toshga chiqib qoldi. Bu toshni avval to Umar ibn al-Xattob radhiyallohu anhu ning davrlarigacha bu tosh xuddi oyoqlarini ustiga, shu toshni ustiga chiqib Baytullohni qurgan o'rinda turgan edi. Baytullohga tegib turardi bu tosh. Umar ibn al-Xattob radhiyallohu anhu tavof qilayotgan kishilarga bu toshning o'rtada turishligi tashvishga solganligi sababli bu toshni atrof chektroqqa jildirib qo'ydilar. Chunki Alloh subhanahu va taolo vattaxizu min maqomi Ibrohima musalla, Ibrohim alayhissalomning maqomini turib urgan joyini namozgoh qilinglar degan buyruq bor edi. Bu yerda namoz o'qishlik, 2 rakat namoz o'qishlik bu yerda sunnat amallaridan. Ana shu namozni o'qilishlikka vaqtida tavof qilayotgan kishilarni tashvishga solib qo'yishligi uchun Umar ibn al-Xattob radhiyallohu anhu bu kishi bu toshni chetroqqa surib shu yerga joyladilarki, mana shu yerda maqomi Ibrohimda 2 rakat namoz o'qilinadi mana. Va man dakhalahu kana amina. Kim bu Baytullohga kirsa, osoyishta, xotirjam bo'ladi. Baytulloh hatto islom xalqlar o'rtasidan ko'tarilib, butparastlik rivojlangan vaqtlarda ham Baytullohning hurmatini Quraysh xalqi va atrof muhitdagi hamma mushriklar ham rioya qilishardi. O'zlarining ashaddiy dushmanlari Baytullohga kirib olishsalar, bu yerda haramga kirib olishlari bilan o'zlarini dadalarini qatl qilgan kishini ko'rishsalar ham zarar yetkazishmasdi. Bu Alloh subhanahu va taolo Baytullohni xotirjamlik joyi qilib qo'yganligining dalilidir buni. Hasan Basri va boshqa kishilar rivoyat qilishadilarki, kana ar-rajulu yaqtulu fayad'u fi 'unuqihi sufatan va yadkhulu al-harama fayalqahu ibnu al-maqtul fala yuhayyijuhu hatta yakhruja. Hasan Basri va boshqalar aytishadilarki, bir kishi birovni qatl qilib qo'ygan bo'lsa ham, haramga kirib olgan bo'lsa, qatl qilinganning o'g'li ko'rsa ham dadasining qotilini biror bir zarar yetkazmasdi. Bu narsa qalbidagi jur'atning bu soatda yo'qolib qolishligi Alloh subhanahu va taolo bu Baytullohni xotirjam o'rin qilib qo'yganligidir. Hatto Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, shu mazmundagi so'zni aytdilarki, Baytullohdagi ovlarni ovlanmaydi. U yerdagi biror bir tushib qolgan narsani olinmaydi, magar tanituvchi kishi uchun olinadi. Bu kimniki ekanligini bildirib, yo'qolgan narsasini toptirib, shu berishlik maqsadida bo'lsa olishlik mumkin. Va hamda shu yerda turgan ovlarni yotgan o'rnidan haydab quvilmaydi hatto. U yerda hatto insonlargina emas, balki hayvonlar ham bu yerga kirganda xotirjam bo'lib olishadilar. Valillahi alan-nasi hajjul bayti man istata'a ilayhi sabila. Ana shunday Baytulloh Alloh subhanahu va taolo musulmonlarga qibla bo'lishligini xohladi. Bu Baytullohga Alloh subhanahu va taolo shunday ulug'vorlikni berdi. Bu yer yuzasida yakka Alloh uchun qurilgan uylarning birinchisi. Alloh subhanahu Ibrohim alayhissalom qurgan bu uyni o'ziga nisbatlab Baytulloh Allohning uyi deb nisbatladi. Bunda Ibrohim alayhissalomning qurganliklariga dalillar bor. Bu yerda Safo Marva bor. Bu yerda butun Arafot bor. Bu yerda butun Alloh subhanahu va taoloning qudratiga dalolat qiluvchi alomatlar bor. Bunday joy bo'lgandan keyin bu yerga Alloh subhanahu va taolo har bir iymonli kishi va ayolni yo'llarning xotirjam bo'lishligi va safar qilishlikning imkoniyati va shun bilan birga tandurust bo'lishligi, borib kelishlikka yetarli narsalari bo'lishligi sharti bilan Alloh subhanahu va taolo Baytullohning ziyoratini u yerda Alloh subhanahu va taolo tarafidan payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam
bergan yo'llanmalar asosida haj qilib kelishligini farz qildi mana. Odamlar uchun odamlar ustida Alloh uchun Baytullohni haj qilib kelishlik farzdir yo'lga qodir bo'lgan kishilarga. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan ashoblar massabil, yo'l qaysi yo'lga biz qodir bo'lsak deganlarda azzadu va rohila dedilar. Yo'lga borib keladigan narsalarning yetarli bo'lishligi va markablarning bo'lishligi deb shunday dedilar mana. Va man kafara, bu farzga kim kofir bo'lsa, bu farzni qabul qilmasa, qabul qilmaslik, inkor qilishlik kofirlikka ishora bo'lyapti. Fa innalloha g'aniyyun 'anil 'alamin. Alloh butun olamga hech qanday olamdagi muhtoj emas. Alloh subhanahu va taolo muhtoj emasdir. Hech qanday ehtiyoji yo'q odamlarning bu hajga borishligiga, balki odamlar o'zi muhtojdir ana. Ular o'zlarining gunohlarini yuvib kelishlik uchun muhtojdir ularni. Undan tashqari haj musulmonlarning yillik bir mu'tamarlaridir ana. Bu yerda birinchi da'vat yer yuziga tarqalgan joyda uchrashadilar. Bu yerda birinchi Ibrohim alayhissalom yakka Alloh uchun qurgan Baytullohni ko'rib kelishadilar. Bu yerda hammalarini birlashtirib turuvchi, har bir millatni bog'lab turuvchi aqidaning yaqqol bir hayotdagi isbotini ko'rishadilar. Bunun bilan mana hadis shariflarda borki, haj mabrur bo'lsa, sodiq haj bo'lsa, riyoyu sum'adan xoli bo'lgan haj bo'lsa, xuddi onadan tug'ilgan kunday pokiza bo'lib qaytib keladi dedilar. Alloh subhanahu va taolo mana shu o'rinda duo qilaylik. Shu Baytulloh uchun haj qilib kelishlikka Alloh subhanahu va taolo hamma musulmon kishilarni va musulmon ayollarni hammasini nasib qilsin. Nihoyatda Alloh buyurgandek haj qilib kelishlikka Alloh tavfiq bersin. Gunohlarni mag'firat qilinadigan haj bo'lsin. Alloh subhanahu va taolo bu yo'lni bekitaman deganlarning yo'lini bekitsin. Alloh subhanahu va taolo hammamizni gunohlarimizni mag'firat qilsin, ibodatlarimizni qabul qilsin. Islom bu hozirgi Ramazoni sharif oyida islomning yutuqlari oyi qilsin. Islomga quvvat bersin. Allohumma a'izzal islom val muslimin va azillash shirka val mushrikin. Inshaalloh Alloh nasib qilsa bugun birinchi marta saharlikka turamiz. Subuh vaqti, saharlikning oxirgi vaqti bizni hozirgi mahalliy shu yerning vaqti bilan 5 dan 42 minut o'tguncha ekan. Birodarlar, kalendarlarni o'sha diniy taqvimni ko'rsatishligi shuni ko'rsatyapti. Demak, 5:30 gacha biz saharlik qilsak bizga mumkin ekan. Iftorlik vaqti birinchi kuni bizim mahalliy shu yerni Andijon vaqti bilan 7 dan 18 daqiqa o'tganda ekan. Shu daqiqada kun botadi. 1-2 minut o'tkazib, shunda yaxshi duolarni qilib, Alloh subhanahu va taolodan yaxshi maqsadlarni so'rab iftor qilinishlik bu sunnatga muvofiq bo'ladi. Bugun inshaalloh tarovih namozini birinchisini o'qiymiz. Inshaalloh Alloh subhanahu va taolo qodir qilsa, Qur'oni Karimni 10 kunlik xatmi qilib o'tkazishlik niyatimiz bor. Alloh subhanahu va taolo madad bersin o'zimizga. Xuftonga azon aytiladigan vaqt 9 ga yaqinroq vaqtda aytilinadi. Ba'zi jamoatlarni birinchi kuni jamlanishlik uchun ozgina bir ta'xir ham qilib tursak bo'laveradi. Alloh subhanahu va taolo shu Ramazon sharifda tutgan ro'zalar, tutadigan ro'zalarimizni qabul qilsin. Alloh taolo shu yaxshi amallar qilishlikka Alloh tavfiq bersin. Yana duo qilaylik, islomning yutuqlari oyi bo'lsin. Alloh. Bitta hadis sharifni o'qib bermoqchiman. Ramazon sharifdagi
bu qiyomul layl, ya'ni taroveh namozini o'qishlikka e'tibor berishligimiz kerak. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadiki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Man qoma ramazona imanan va ihtisaban g'ufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Kim Ramazon sharifda iymon va ixlos bilan shu bedor bo'lib, shunda qiyomul laylda bo'lsa, ya'ni kechqurungi shu ibodat qilib taroveh namozida ishtirok etsa, Alloh subhanahu va taolo o'tgan gunohlarining hammasini mag'firat qiladi mana. Alloh subhanahu va taolo hammamizni ham shu qiyomul laylni hammamizga nasib qilsin. Bu savollar berilibdi, juda ko'plarga javob berilgan birodarlar. Masalan, homilador ayollar roza tutsa bo'ladimi deyilibdi. Homilaga zarar bo'ladigan bo'lsa, rozani to'xtatib turib keyin qazosini tutadi. Homilaga farzandga zarar bo'lmaydigan bo'lsa tutaveradi mana. Bu endi o'ziga iymoniga bog'liq masala bu. Bir odam ozgina narsani bahona qilib roza tutmay qolishligi ham mumkin mana. Lekin islom bolaga zarar yetadigan bo'lsa ruxsat beradi uni. Vaqtincha bu roza tutmasdan keyin qazosini tutishlikka. Ayollar roza tutgandan keyin uzrli bo'lib qolsa degan savol ham bo'pti. Bu savol shuki, rozani tutgandan keyin kunduzda uzrli holat ro'yobga chiqqan bo'lsa, buni kechqurungacha davom ettirib tutaveradi. Lekin bugungi kun rozadan hisob bo'lmaydi. Shuni bilinishligi kerak. Uzrli ayollar ham o'zlari ovqatlanishliklarini farzandlardan maxfiy suratda bo'lishligi kerak. Chunki ular bu narsani tushunmasdan roza tutmaganga hukm qilib, axloqlari buzilib qolishligi mumkin, birodarlar. Ayollarni taroveh namozini jamoat bilan o'qishligi bironta bir kishiga uyda iqtido qilishibmi o'qilsa yaxshi bo'ladi. Jamoat bilan o'qilishlikdan ko'ra hammalari jamlanib yakka-yakka holatda o'qisalar, susaymasdan o'qishliklariga sabab bo'ladi. Past savollarga ko'p javob berilgan bo'lsa. Bu tuxum yeb bo'ladimi degan narsalarni bir nima qilish kerak. Faqat rozada iftordan keyin halol qilingan narsalarni hammasini yeveradi, agar salomatligiga yaxshi bo'lmasa. Hop, bir ikkita birodarlarimiz duo qiling debdilar, duo qilaylik. Yana bir bizdan bir talab qilinadi. Bugun birinchi marta jumaga kelayotgan birodarlarimiz bor. Shularni ham bir duo qilaylik debdilar. Alloh subhanahu va taolo birinchi marta shu jumaga kelishdilar. Alloh taolo qalblarini nurlantirsin va qiyomatgacha boshqa jumaga kelmaganlarni jumaga olib keladigan kishilardan qilsin. Allohu akbar. Bismillahirrohmanirrohim. اللهم تقبل منا هذه الصلاة وعف عنا مع جميع نقصاناتها بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر والجبن والكسل ومن فتنة المحيا ومن فتنة الممات ومن فتنة المسيح الدجال ومن فتنة عذاب القبر وأن نرد إلى أرض العمر. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابليها وأتمها علينا. اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك واجعل عليهم رجزك وعذابك. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وأرضنا عنك وارض عنا. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين الطاهرين الطيبين وارحمنا واحشرنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم.
اللهم وفقنا لما فيه رضاك وجنبنا مما فيه سخطك. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا ولا علينا حجة يا رب العالمين. الله أكبر. birodarlar, bir dindor, bir ahli ilm birodarimizni bir farzandi 2 yanvarda yo'qolgan ekan. O'zi bu bolani niyati bir qori bo'lishlik niyatida ta'lim olayotgan ekan. U shu ta'lim olayotgan vaqtda yo'q deb shuni xabar qilibdi. Bir duo qilsanglar, ota-onasini bag'riga bir sog' salomat qaytarsin deb shunday deblar. Alloh taolo Parvardigoro shu ota-onaning muzdarligini Parvardigoro o'zing ko'tarib, shu farzandini o'zi oldiga o'zi qaytargan va shu ota-onasining maqsadini o'zing o'ylagandan ham ziyoda qilib bergan. Allohu akbar. Alloh subhanahu va taolo gunohlarimizni mag'firat qilsin, ibodatlarimizni qabul qilsin, mehmonlarimizni ham qadamiga Alloh taolo hasanat bersin. Shu Ramazonni sunnatga muvofiq tutishlikka Alloh hammamizga tavfiq bersin. Allohu akbar.